Yigit mototsiklni katta tezlikda uchirib ketyapti. Qiz: iltimos, men qo'rqyapman, to'xtating. Yigit: yo'q, axir bu nihoyatda zavqli-ku. Men zavqli tomonni ko'rmayapman. Iltimos, sal sekinlating. Ayt, meni sevasanmi? Ha, sizni sevaman. Endi to'xtating. Endi meni qattiq quchib ol va ko'zlaringni yum. Qiz yigitning aytganini qildi. Biroz vaqt o'tgach, yigit yana qizga so'z qotdi. Boshimdagini yechib, o'zing kiyib ol. U menga xalaqit qilyapti. Ertasi kuni gazetalarda maqola paydo bo'ldi. Boshqaruvni yo'qotgan mototsikl 4 qavatli bino yonida halokatga uchradi. Bu baxtsiz hodisa tufayli mototsikldagi 2 kishidan biri omon qoldi. Voqea bunday bo'lgandi. Yarim yo'lda yigit mototsikl tormozi ishdan chiqqanini fahmladi. U sevgilisiga bildirmay, so'nggi marta uni sevishini aytishni va qattiqroq kutishini iltimos qildi. O'z hayoti evaziga qizni o'limdan asrab qolish uchun boshidagi temir kaskani kiyishga majburladi.